Qadrdonlar, O'zbekiston jannat makon, mazzada, yoz fasli hamma yoq pishgan, kompost sezonlar boshlandi. Qadrdonlar, bugungi video so'nkamiz, lekin bunaqangi gilozlar haqida emas. Mana endi uyga eshik romlar o'rnatish haqida bo'ladi. Hozir ustakamizni o'zini xonadoniga yetib kelganmiz. Xudo xohlasa, ustakamiz o'zini xonadoniga har xil obrazlardan qilib qo'yibdi. Kimlargadir qiziq bo'lish uchun. Mana qaranglar, har xil ranglarda. Juda ham zo'r, xohlasa shohona fasonda mana bunday qilib juda ham chiroyli holatda. Kimlargadir shunaqasi yoqadi, kimlargadir mana bunday qarang. Mana har xil ranglarda xonadon, ya'ni ustakamiz o'zini xonadoniga qilib qo'yibdi. Endi buni narxi necha pul, qayergacha xizmat ko'rsatadi? Mana bunday 2 qavatli bilan 1 qavatlining qanaqa farqi bor? Hammasini ustakamizdan chiroyli qilib ma'lumotini olib o'tamiz. Sizlardan iltimos, mashakalar mehnatini qadrlab tursalang, Akfa eshik romlardan narxini sizlarga zo'r qilib yoritib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qadrdonlar, videomizni boshlaydi. Assalomu alaykum ustaga. Assalomu alaykum. Charchayapsiz, sog'lar. Rahmat, Allohga shukr. Qo'lingiz dard ko'rmasin. O'zingizning xonadoningizga endi har xil variantda sinov qilib ko'ribsiz-a, usta. Xudo xohlasa. Endi chiroyli qilib xalqimizga ma'lumot beramiz. Aka, bu qanday nomlanadi? Qanaqa material? Bu o'zimizning Aldox alyumin deyiladi. O'sha hali sovuq seriyaga kiradi. Lekin ochilishlari, stoykalari, ichidagi gullari o'zi zamonaviy qilingan, bu qalindan qo'yilgan. Ochilishlari ham, eshik yopilishini ham ko'rsatib bo'ladi. O'ta yengil yopiladi. Keyin o'zimizning sharoitdan kelib chiqib, shunaqasidan qo'yilgan. Xohlagan turdagi eshik romlarini qo'yib berishingiz mumkin. Xohlasa termo 6000 plus Akfani qanaqa turi bo'ladigan bo'lsa, qo'yib berilaveradi. Keyin ichidagi mana shotlanka gullaridan chiroyli qilib xohlagan dizaynida qo'yib berilaveradi. Hozir bu qaranglar, oynani tashida emas, ichida mana. Oynani betida emas. Ichki tarafda 2 qavatli oyna. Bu oynasi 2 qavat. Buni qulayligi shundaki, masalan, oynani ichida deyapsiz-ku, ichkarida bo'lganligi sababli, masalan, oynani ustini artadigan bo'lsangiz, chang, dog' yoki kir to'planib qolmaydi. Bitarib qo'ysangiz yarqirab chiroyli bo'lib turaveradi. Ustidan yopishtiriladigan gullarimiz ham bor. Ularniki qo'l mehnati bo'ladi. Uni ham rasmlarini tashlab beramiz, qo'yib boriladi. Misol xohlagan fasonda qilib berilaveradi. Misol so'raganlarga klientlarga tashlab beraverasiz, rasmlar, kataloglar bor. Xohlagan. Xo'p, misol uchun deylik, mana shunaqangi eshik romlarimizni kvadrat metri necha pul chiqishi mumkin aka? Endi Besodagi hozirgi kunda minimal shunaqa alyumindan bo'ladigan bo'lsa, $30 dan boshlanyapti kvadrati. 1 kvadrat metri. O'sha talabi, kliyentning talab, xohish, istagiga qarab turib, $300 atrofigacha ketaveradi. Yonga suriladigan eshiklarimiz ham bor. Taklanadigan bir-biriga razniy eshiklarimiz ham bor. Keyin tepaga taklanadigan pergolalarimiz ham bor. Tepadan pastga taklanadi, xohlasa pastdan tepaga taklanadi. Keyin darvozalarimiz ham bor. O'sha puntli darvozalar, tepaga o'ralib chiqib ketadigan bor-ku. Ular ham bor. Uni ham turidan bor. Xullas, xudo xolasa qanaqa yangiligi boshqa chiqqan bo'lsa, hammasidan bor bizda. Gap yo'q. Xo'p, bunisi endi qadrdonlar mana. Misol uchun kimgadir oynasi hozir buni 2 qavat, ha? Buni oynasi 2 qavat. O'sha ichkarisi Forza degan oynadan qo'yilgan, 6 mm 6 mm oynadan qo'yilgan. Tashqarisi oddiy o'zimizda oq plastik oynadan qo'yilgan. Mana, endi mana buni aytadigan bo'lsak, hozir mana shuni ma'lumotini bering ustaka, bu nima deyiladi? Akfa Plus deyladimi? Bunimiz Akfa Plus 6000 Quattro hisoblanadi. Bu o'ta ham issiq seriya hisoblanadi. Yozda isib ketganda bu issiqni ichkariga kirgizdirmaydi. Qishki kunida muzlab, terlash alyumindan ko'ra 80-90% ga qisqaradi. Shovqinni 2 barobar kamaytiradi. Rezinalari ko'rik rezinkadan bo'ladi, egilib, osilib yoki boshqa bo'lib qolmaydi. Tortishib qolmaydi. O'sha original rezinkalardan qo'yiladi. Bizda faqat hamma narsa Besodagi o'sha eng zo'r oldingi nimalardan qo'yiladi-da. Aksessuar, rezinalari hamma yo'q. Original sifatlisidan foydalaniladi. Gap yo'q. Nimagaki, bu arzon pulga bitmaydi-da. 1-2 million arzon bo'lib turib, oddiy narsa qo'yib yuborilsa, shuncha qilgan mehnatni yuvib tashlaydi. O'shaning hisobiga aksessuar hamma yo'qni originaldan qo'yiladi. Mana rezinkalari ham ko'rsangiz o'zining holatida turibdi. O'zgarmagan rezinka holatlari ham. Ko'p joyda ko'rsangiz arzondan olishadi, buncha kalta bo'lib qoladi, yondan, tepasidan, pastdan. Ko'p muammo uchragan. Shunaqa. Arzondan qo'ygani uchun. Tushunarli. Endi buni hozir metr kvadrat necha pul aka? Misol oynasi 2 qavatli bo'lsa. Buni oynasi avtomatik 2 qavat qo'yiladi. 2 qavat oynaklari bilan $60 atrofida chiqyapti 1 kvadrat metr. 1 kvadrat, ha? Rangida
pul o'zgaradimi? Misolchi mana bu deydik, bu boshqa svet, narigi boshqa svetdan bo'ladigan bo'lsa. Albatta, masalan, asosan bezodagi ranglilari bir xil narx. Aha. Faqat o'rtada qanaqa oqlari jicha arzonroq chiqadi, oq ranglilar. Oq rang. Mana shuni akvaplast oq rangi bo'ladigan bo'lsa, Aha. $40 atrofida chiqadi 1 kvadrat metr. $40 atrofida chiqadi. Oqlari bo'lsa, 2 qavat oynaklari bilan bitadi ham. Bitadi. Shu vazifani bajaradi. Endi faqat fason chiroyli hisobda bular chiroyli chiqqani uchun, keyin ustida laminat yopishtirilgan, qayta ishlov ko'p bo'lgani uchun bu jicha qimmatroq. Baribir Nisbatan. ko'rinish bagat etadi. Ha, ko'rkamlik beradi uyga. Endi mana bunimiz akfa nimami bu? Bu akfa alyumindan qo'yilgan eshiklari. Buni akvaplast qo'ysa ham bo'ladi, lekin osilib, egilib qolishini oldini olish uchun alyumindan foydalanganmiz eshiklarda. Eshikni akvaplastga tavsiya bermaymiz, chunki og'ir, katta bo'ladi. Uni termoga almashtiramiz. Agar bizga uzoq yil xizmat qilsa, shu termo eshiklarimiz bor. 50 yilgacha egilib osilib qolmasligiga garantiyasi bor. Har bitta oshmoq 150 kilodan yuk ko'tarish qobiliyatiga 3 ta qo'yiladi. Bu degani yarim tonna yukni ko'taradigan salkam. Mashalloh. Ishlarda hammasini misol garantiyasi bor, to'g'rimi? Ha, xudo xohlasa. Ishingizni misol o'zingiz obdan tushuntirib va odamlarga tavsiyangizni berib, Endi biz ishlarimizni xalqdan yana ham o'zimizni konkurentlarimizdan yana ham ajratib turish maqsadida shu 2 yil servis xizmatini yo'lga qo'yapmiz. Xudo xolasa, bu degani bu nima beradi? 2 yil servis xizmatini yo'lga qo'ysak, ishimiz yana ham puxtalashadi. Egilib bosilib qolishi, holatni o'zgartirish yana ham kamayadi. Har 6 oyda klientga telefon qilib, eshik rom holatini xabar olinadi. Qanaqa bo'lyapti, o'zgarish yo'qmi, bormi? Agar o'zgarish kuzatilsa, boshqa bo'lsa, o'sha o'rnida issiqda borib legirovkalari boshqasi qilib kelinadi. Har 6 oyda bir, 2 yilgacha. Menimcha bundan ortiq shans imkoniyat bo'lmasa kerak. Qaranglar mana, romlarga juda chiroyli chiqqan. Endi xo'p, bunaqangi ishlarimiz o'zi eng arzoni nech puldan nech pulgacha endi aka kvadrati misol o'rtacha Eng arzoni $30. Aha. Masalan, mana bu seriyalarimiz ko'rishingiz mumkin. Shular kvadrati $30 dan boshlanadi. Oynagi bir qavat, oq oynagi bo'ladi. $30 dan boshlanadi bu kvadrat metri. O'lchab o'rnatib, nima qilish bepul xizmati. O'lchash xizmatlari, o'rnatish xizmatlari bepul. Bepul ichida. Xizmatlarni qayerlargacha hozirgi kunlarda? Hozirgi kunda to'g'risi shu Toshkentgacha o'rnatib kelyapmiz genchlarni. Bu degani Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent. Endi agar haqiqatan kelishib, jazman ishingiz yoqdi, qildiramiz, keling, ko'ring desa, vohalarga ham qo'yib beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab. Endi hozir tashqaridagi derazamizni ochilishini bitta ko'rsatsak bo'ladimi? Albatta. Mana aka, xudo xolasa buni ham ko'rishingiz mumkin. Buni ochilishlarini двойной mexanizm qo'yib berganmiz. Shu akvaplast o'zidan bu arex degandan bu rangicha boshqacharoq. Neobычный ochilishlarini mana shunaqa holatda ochiladi. Aha. Keyin oddiy holatda ochiladi, keyin yopilishi ham shunday yopilaveradi. Gap yo'q. Judayam yengil, zo'r yopilishlari. Ochilib yopilishlari zo'r. Buni pulida katta farq qilib qolmaydimi aka bu mexanizmda? Yo'q, ko'pchilik piyosaga to'g'ri gapiryapsiz, shunaqa deb o'ylashadi, lekin bu o'zi kvadrati $60 dan. Oddiy fortishga ham misol yoniga fortishga qo'shib boshqa qilinadigan bo'lsa 300 ming 400 ming qo'shiladi-da. Biz bu mexanizmni 150 ming so'm qo'shiladi. Shu ham fortishga hisobda ochiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, yana bir ham fortishga hisobda ham oddiy holatda ochiladi. Mana fortishga hisobda ochilsa ham o'z tabizga moslab turib, bitta havo aylantirgani ishlatsa bo'laveradi. Gap Holat zo'r. 150 ming so'm qo'shiladi xolos, to'g'rimi? Mexanizm hisobiga 150 ming qo'shiladi xolos. Bundan tashqari ustaka jalyuzi ham nima qilamiz deyapsiz? Ha, jalyuzi xizmatlari ham bor, mana ko'rishlaring mumkin. Yo, mashallah. Bular nech puldan nech pulgacha bo'ladi jalyuzilar? Bu jalyuzilarimiz ham nech pul? $7 dan boshlanadi kvadrati. $7 dan $30 gacha chiqaveradi. O'zlaringiz borib ustanovka qilib beraverasizlar, ha? Ha, ustanovka qilib berilaveradi. Shu territoriyada bo'lsa, ustanovka qilib. Tepasini gullari shu pardaga moslab qilib berilaveradi. Buni ichkaridan ko'rsatish kerak. Og'irlikmikan? Xo'p, bu jalyuzimizda
O'sha pardalariga moslab beraverasizlarmi endi? Abo'yi, bir pardalari. Ha, bu jalyuzimiz shu uyni devoriga qarab, o'zlarini fasoni, uyda klientlarda xohishlariga qarab turib qilib berilaveradi mana. Buni eng zo'r tomoni shu tevaga pastga tushadi, masalan. Shunday qilsangiz qorong'i holatda mana. Shunday qilsangiz xolosa sal yorug' tushib turadi. Xohlasa keyin uyda hech kim yo'q, boshqa bo'ladigan bo'lsa, tepaga tortib qo'ysa, nimaga chang tushmasdan, kir bo'lmasdan turaveradi taklanib. Keyin mana uni xolasa qo'ydirilsa ham bo'laveradi. O'zimiz pardaga o'xshab turadi. Xohlasa bu yo'q ham bo'laveradi. O'zini karnasi bo'ladi. Mana shu bilan chiroyli turadi. Ha, lekin bu abo'yga mos tushadi. Ha. Juda bejara mana chiroyli chiqadi. Qarang. Albatta. Gap yo'q. Xohlasalar bunday xizmatlar. Buni ham xohlagan turdagisi bor. Xohlasak unaqa yaltiroqlarimiz, zarlari bor. Uni ham rasmlarda bir qo'yib kelsak bo'laveradi, qo'yilgan holatlarni. Qadrdonlar, Alloh qodir qilganicha ma'lumotni berdik. Endi manzilni videoni boshida aytmabmiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton shaharchasidan bo'lyapti. Akalarimizni xizmati o'zi aytdi, so'radim. Vodiy Toshkent bo'ylab ekan. Agar haqiqatda shu zakaz berib kirgizmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, vohaga ham chiqilaverar ekan. Endi xizmatlari yoqqan bo'lsa, akalarimizni bemalol murojaat qilaverasizlar. Mehnat halol akalar. O'tgan safar video qilgan edik, kimlargadir ma'qul keldi, mana ozmi ko'pmi zakazlarda olib yana xalqqa xizmat qilishyapti ekan. Usta aka, rahmat sizga. Xizmatdan xohlasa. Inshaalloh, mana shu akamizni mehnatini qadrlab, bitta mashina qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh nushlasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin.